Assalomu alaykum qadrli traderlar. Demak, sizlar bilan bugun yevro dollar va funt dollarlarni smart money konsepsiyasi bo'yicha tahlil qilib ko'ramiz. Demak, bozorda qanday o'zgarishlar bo'lmoqda. Demak, boshladik. Yevro dollar grafiki bilan boshlaymiz. Demak, yevro dollar grafikida 1 soatlik time frame. Demak, yevro dollar grafikida bozor o'suvchi bozor va hozirda fikrim bo'yicha yevro dollar mana bu starshey time frame'dagi supply zonaga kirishini taxmin qilyapman. Shu yerdan demak qanaqadir orqaga razvorot demak kutsak bo'ladi. Shunaqa fikrdaman. Agar mana shu yerdan punkt bo'yicha hisoblaydigan bo'lsak ham demak 300 pipsdan 300 punktdan oshiq masofa bor ekan. Bu yevro dollar uchun juda sal ko'proq masofa. Shuning uchun agar qanaqadir yangiliklar ta'sir qilib qisqa muddatda agar shu joygacha bormasa, masalan 3-4 kun oralig'ida yoki bir haftada ham borishi mumkin. Endi to есть hozir продажаga точка ko'rmayapman. Лучше покупкаga qo'shilish kerak. Qanaqadir masalan demand zonalardan pastdagi demak urovlardan demak лучше покупкаga qo'shilgan yaxshiroq stop losslar bilan. O'sha mana bu qizil zonaga demak supply zonagacha demak masalan pozitsiyani ushlasa ham bo'ladi. Taxminim bo'yicha bozor shu joylarga demak borish kerak. Bu signal emas, endi taxmin qilyapmiz. Demak funt dollarga o'tamiz. Demak funt dollarda ham xuddi yevroga o'xshab holat bir xil. Demak bu yerda ham o'sha supply zonaga starshey time frame'dagi supply zonaga bozor borishini taxmin qilyapman va bu yerda ham o'sha продажani shu zonadan demak kutgan yaxshiroq va bu yerda ham punktga hisoblaydigan bo'lsak ham 250 pips ekan, xuddi yevroga o'xshab. Demak fikrim bo'yicha funt ham demak o'sha zonalarga borish kerak. Bu yerda ham shu yevroga o'xshab лучше demak покупкаga qo'shilgan yaxshiroq. Masalan Fibonacci setga tortadigan bo'lsak ham agar shu yerdan bozor hozir atkarib beradigan bo'lsa лучше 61.8 zonalardan demak покупкаga qo'shilgan yaxshiroq deb o'ylayman. Chem продажаga riskovat qilib hozir zelka ochgandan ko'ra, to есть bozor восходящий trend bo'yicha ketyapti. Shuni hisobga olganda demak лучше riskovat qilmasdan покупкаga qo'shilgan yaxshiroq degan fikrdaman. Atka zonalardan. Shunaqa demak taxminim bor. Xullas funt dollar va yevro dollarlarda bozor demak o'suvchi bozor. Лучше покупкаga qo'shilgan yaxshiroq stop losslar bilan riskga amal qilib. Demak bu shu qisqacha video olishga qaror qildim. Like bosishni unutmang, kanalga obuna bo'ling. Demak keyingi ko'rsatuvlarda tilla va boshqa instrumentlarni ham tahlil qilib ko'ramiz smart money konsepsiyasi bo'yicha. Demak eslatib o'taman, bizda demak Instagram sahifalarida, Telegram kanallarida reklama qilib boryapmiz. To есть bundan tashqari William Gann texnikasi, Elliot to'lqinlari va boshqa strategiyalar ham bizning demak GS Invest jamoasida o'rgatiladi. Onlayn va offlayn kurslar ochilgan. Buning uchun adminga murojaat qilishingiz mumkin. Bundan tashqari bizning o'quv kursimizda algo trading bo'yicha ham ma'lumotlar beriladi. Demak, robotlarni qanday yasash kerak, qaysi sistema ostida, qaysi strategiya bo'yicha yasash kerak, ularni qanday qo'llash kerak, qanday optimizatsiya qilish kerak, hammasi demak bular o'rgatiladi. Kanalga obuna bo'ling, like bosishni unutmang. Buning uchun demak GS Invest o'quv markaziga qo'shilish uchun YouTube shapkachada silkalarni qoldiramiz. Adminga murojaat qilishingiz mumkin. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.